Har 3 kishidan biri yurak-qon tomir kasalliklari sabab hayotdan ko'z yumadi. Eng xavflisi shundaki, ko'pchilik bu kasallik o'zida borligini bilmaydi. Sizda ham yashirin belgilar bo'lishi mumkin. Bugungi kunda yurak-qon tomir kasalliklari O'zbekistonda eng ko'p uchraydigan va eng xavfli kasalliklardan biri hisoblanadi. Qon bosimi oshishi, yurak urishining tezlashuvi, tez charchash yoki bosh aylanishi bular oddiy holat emas. Agar vaqtida e'tibor bermasangiz, bu holatlar infarkt yoki insult kabi og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Ko'pchilik sababni bilmaydi, lekin aslida bizning kundalik odatlarimiz yurak salomatligiga bevosita ta'sir qiladi. Juda ko'p tuz iste'mol qilish, yog'li va qovurilgan ovqatlarga ruju qo'yish, doimiy stress va asabiylik hamda harakatsiz hayot tarzi yurakni asta-sekin zaiflashtiradi. Aynan shu omillar vaqt o'tishi bilan qon tomirlarini toraytiradi va yurak faoliyatini buzadi. Endi savol tug'iladi. Uy sharoitida yurakni qanday asrash mumkin? Eng oddiy va samarali usullardan biri tuzni kamaytirish. Kuniga 5 grammdan ortiq tuz iste'mol qilmaslik qon bosimini nazorat qilishga yordam beradi. Har kuni kamida 30 daqiqa piyoda yurish esa yurak mushagini mustahkamlaydi va qon aylanishini yaxshilaydi. Shuningdek, tabiiy mahsulotlar ham juda foydali. Masalan, sarimsoq qonni tozalashga yordam beradi. Bodom yurak uchun foydali yog'larga boy. Limon va asal esa immunitetni kuchaytiradi. Bundan tashqari, stressni kamaytirish juda muhim. Ko'proq dam olish, chuqur nafas olish mashqlarini bajarish va asabiylikdan uzoqroq bo'lish yurakka katta yordam beradi. Oddiy ko'ringan yana bir muhim odat yetarli miqdorda suv ichish. Suv qon aylanishini yaxshilaydi va organizmni tozalaydi. Lekin esda tuting, agar sizda yurak sohasida kuchli og'riq bo'lsa, qon bosimingiz juda yuqori bo'lsa yoki yuragingiz tez urayotgan bo'lsa, darhol shifokorga murojaat qilishingiz kerak. Uy sharoitidagi usullar faqat yordamchi hisoblanadi. Ular to'liq davolash o'rnini bosa olmaydi. Agar siz sog'lom yurak bilan uzoq va sifatli hayot kechirishni istasangiz, bugundan boshlab odatlaringizni o'zgartiring. Bu videoni yaqinlaringiz bilan ulashing, chunki ehtimol aynan shu ma'lumot kimningdir hayotini saqlab qolishi mumkin.